yaxmat. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulilloh alayhi va sahbihi ajmain. Suriga qo'ysin. Alloh taolo hamd salolat qilsin. Mana shu Hazrati Ali radhiyallohu taolo anhuning qilishlari. Shu qilishlari ekan. Mana har ikki Zulfiqor degani shu. Mana boshqalari mana o'sha sahobalardan yodgorlik qilishlar ekan. Alloh rozi bo'lsin. Mana ular mana eski nima? Muxorif urushda qatnashadigan asfarlar. Mana hojiga o'xshadigan zaman xuddim juda mana ular mana o'sha nayzalar, mana ular mana o'sha demak o'sha mahalla endi keyingilar o'sha hammasi to'plagan muzeylar. Mana bu Qabul jamoasi nimani atyapti? Nima deydi? Palaxmonda o'xshagan pushkani, eski pushka. Mana oldingi mana bu ham o'sha kiyadigan nimalar ekan. Mana qalqa, mana bu sovut. Mana o'sha aybaltaga o'xshagan. Mana o'sha nimalar ekan? Kiyimlari. Mana bu o'sha urushda qatnashadigan nimalar ekan. Mana Jabal Rasul sallallohu alayhi vasallam surati inshaalloh. Bu o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tuyalarini suratlari ekan. Mana bu Allah. Bular mana o'sha oldingi paytdagi atiladigan narsalar, o'sha mana kiyadigan, o'sha o'q o'tkazmaydigan, o'tkazmaydigan narsalar ekan. Hammasi shu eski qadimiy narsa. Mana Ka'batullohning mana surati. Mana men tartibladim. Ma hada? Mana. Man hada ya akhi? Man hada? Bo'ldi. Bu o'sha nimani Ka'baning tannovi ekan. Oldingi tannovi, hali suv tushadigan tannov shu bo'lgan. Tannov. Inshaalloh shu tannov ekan. Mana u o'sha oldingi nimani barmi? Mana qarang, mana kelsangiz rasm tutib. Mana o'sha mana kelsangiz indamay telefonni bering. Qarang, bersangiz telefonni, sizni tortadi, Ka'ba ushlaganday bo'lib qoladi. Mana nimani? Mana u o'sha Hajar al-Asvad ustiga qo'yib almashtirib turadigan nima? Bu yoqqa qarab qo'ysa. Bu nima? Bular o'sha qadimiy Qur'onlar ekan. Mana muzeyda turibmiz. O'sha Jiddan yo'ldagi muzeylar ekan. Bu o'sha Ka'ba po'sh tikadigan ipaklar. Mana u Ka'bani qulupi ekan. O'sha Ka'baning eshigini qulupi. Bu nihoyatda ko'p narga nimalardan almashib turiladi. O'sha nima ekan? Mana o'sha aytdik, Hajar al-Asvad ustida turadigan o'sha nimasi ekan, qopqoq ekan.